Toshkent sentridan biznes qilaman degan akalarga Broadwaydan joy topib qo'yganmiz. Bu yerdan sizlar fast food deysizlarmi, desert, shirinlik deysizlarmi, kafenya deysizlarmi yoki kichkinaroq mini market deysizlarmi, xullas hamma yo'nalishda biznes qilishinglar uchun zo'r joy bor. Bu budka tayyor qilib qo'yilgan, atrofini o'zingizlar brendinglarga moslab reklamalar yopishtirib, tashqarida 1 metr joyi bor, ichida yana qo'shimchalariga xolodilnik suv uchun yoki kichkinaroq stol stullar qo'yib qo'yib yurgizsanglar bo'ladi. 8 kvadrat bo'ladi. Ichiga hamma texnikalar qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda ichi pusto, hamma o'ziga moslab ishlatsa bo'ladi. Buni eng zo'r fishkasi yo'li yuzda har qanaqa biznes qilsanglar yurib ketadi. Do'stlarga kelsak 220, 380 to'kulangan suv va kanalizatsiyalar ham ulab qo'yilgan. O'zingizlarga moslab har qanaqa biznes qilsanglar bo'ladi. Bilasizlar akalar, bu joy 24 ga 7 ishlaydi. Xuddi shu budka do'kondan 3 ta bor. Narxlari 8 million so'mdan boshlanadi. Bu arendaga yana kelib, ko'rib, yoqqanini tanlab, kelishib gaplashib olsa bo'ladi. Pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Like bosib, nima biznes qilsam bo'ladi degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.